Sizlarni hozir o'zim bilan birga tug'ilgan kunimga olib ketaman. Tug'ilgan kunini nishonlash uchun biz retro millini tanladik va tanlovda adashmadik. O'tgan yili kursdoshlarim bilan nishonlagan bo'lsam, bu yil faqat oila a'zolarim va yaqinlarim bilan nishonlashga qaror qildim. Opela dietani boshlab o'rgani uchun sinsi unga sushi tort podarka qildi. Tort juda ham kreativniy bo'lgan, ya'ni ustiga avval yuzka, keyin to'y deb yozilgandi. Maza qilib yeb ichib kuchga to'lib olib 2-3 soat tinmasdan o'ynadik. Manda umuman ajralgani yo'q, ko'rib turganingizdek. To'g'risi anchadan beri bunaqa maza qilib o'ynab kulib, yaqinlarim orasida bo'lmaganim uchun menga tug'ilgan kunim juda ham yoqdi. Shu qatorda men tabriklagan hammaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Opela endi 18 yoshdan ketib 19 ga to'ldi.